Onu til bilgen kişinin izzetin kılgım kilar. Onu til bilgen kişinin izzetin kılgım kilar. Onu tilni ağzıdın altın berip algım kilar. Onu tilni ağzıdın altın berip algım kilar. Assalamu alaikum, hürmetli Uyghur qarindoshlar, suyimlik o'quvchilar va yosh o'smirlar. Oldi bilan Uyg'ur akademiyasininki 7-qatimliq Uyg'ur ona til tadqiqoti ilmiy muhokama yig'iniga xush keldinglar. Qarindoshlar, hammamiz bilib o'tgandagidek, Uyg'urlar intayin qudratlik va shonliq bir tarix ega bir millat. Biz tarixda shunday qudratli davlatlarni va imperatorlarni qurgan. Şu canlıq medeniyetden yaratgan Uyg'urlar ilham günümüzgacha puttirab o'zining madaniyatini, o'zining tilini, dinini saqlab qolmoqda. Uyg'urlar bilasizlar, bilimiz hammamizga ayon. Uyg'urlar butun Türk qavmining ichida eng burun shahar qurgan, madaniyalashgan, pul muomala sistemasini barpo qilgan medeniyetlik bir millet. Şuna başka biz Uyg'urlar hali ham vatanimizda erib ketmay, asmasa bo'lib ketmay, bugungacha o'zimizning mavjudligimizni saqlab qolmoqdamiz. Qarindoshlar, tarixga qaraydigan bo'lsak, Uyg'ur tilimiz tarixda 2 qatim intayin ig'ir xirasga duch kelgan. Birinchisi Qarxanlar davlatida biz islom dinini qabul qilgan vaqtimizda arab tili hasal til deb arab tilini Türk tiliniki bo'libmi Uyg'ur tilining o'rniga ishiltib asar yozgan ahvollar intayin ko'paygan. Bu qiyin ahvol ostida bizningki ulug' buvimiz Mahmud Qashqari o'tirg'a chiqib Türk tillar divanini yozib Uyg'ur tilininki arab tilidan ustun va fasohatlik til ekanligini, arab tilidan qilishmayganligini isbotlab arablarga bir kitob taqdim qilgan. Undan boshqa Saydiya xonligi davrida Uyg'ur tili ikinci bir qatim Paris tilininki xirasiga duch kelgan. Bu vaqtda Paris tili shigar til deb nurg'unlagan Uyg'urlar, boshqa turklar hammasi Paris tilida asar yozishga boshlagan. Bu vaqtda bizningki yana bir ulug' buvimiz Alisher Navoiy chiqib Uyg'ur tilining Paris tilida qilishmaydiganligini, intayin ifodalash kuchininki yaxshi bir kuchlik bir til ekanligini o'tirg'a chiqib bunu isbotlab bergan. Günümüzde Uyg'ur tili Xan tilininki, Xitoy tilininki xirasiga duch kelmoqda. Alloh nasib qilsa, Mahmud Qashqari va Alisher Navoiyga o'xshash 3-chi bir qatim tilimizni qutqizdigan, tilimizningki Xan tilidan, Xitoy tilidan fasohatlik, ifodalash kuchininki intayin yaxshi bir til ekanligini o'tirib qo'ydigan fan tadqiqotchilarimiz chuqum chiqdi deb umid qilaman. Allah'tan ümit kesilmeydi. Biz gerçi karunumuz uruq ve az bozumu bu yolun devam kılıp Uygurlarınki ana tilini qo'g'dash, o'zininki mavjudligini qo'g'dash uchun bir safarbar qilishimiz kerak deb o'ylayman. Uyg'ur akademiyasi o'zininki ilmiy muhokama yig'inlari orqali Uyg'ur tilininki kunimizda hali ham fan texnika ve ma'rif til bo'laligimizni bu 8 yildan yaqin isbotlab kelyapmiz. Uyg'ur fan tadqiqotchilari va o'quvchilar o'zining tadqiqotlarini sab Uyg'ur tilida bizga sunib, Uyg'ur tilininki ifodalash kuchining hali ham mavjud ekanligini, hali ham kuchli ekanligini bizga isbotlab bermoqda. Alloh nasib qilsa, yaqin kelgusida Uyg'ur tilini, ya'ni o'zimizningki fan ma'rif tili ve özümüzdeki bir milli tili süptüde mengü saqlab qalamiz. Bunun için hemmimiz birlikte tirishishga mecburumuz. Ahirda bütün Uyg'ur qarindoshlarimizningki vatan ichi sirtida Uyg'ur tilini qo'g'dash uchun oldi bilan o'zimizdan, shaxsimizdan boshlashimiz kerakligini tavsiya qilaman. Biz her kuni Uyg'urcha kitob, xabar ve boshqa materiallarni o'qib turaylik. Ailemizde chuqum Uyg'ur balalarımızga Uyg'urcha, sap Uyg'urcha so'zlashga tirishaylik. Üçüncüden biz imkan yozish qobiliyatimiz bo'lgan Uyg'urlar
imkon bor o'zimizning kasbiga, o'zimizningki sohasiga yarasha Uyg'ur tilida yaxshi asarlarni yozib turaylik. Shundala Alloh nasib qilsa biz tilimizningki mangu yo'qolmasligiga kafolatlik qila olamiz deb o'ylayman. Oxirida yig'in kelgan qarindoshlar hammanglarga ko'p rahmat.